Savdo dunyosidagi 5 cho'ng raqobatchi. Kuch xatarlikdir. Siz qanchalik kuchaysangiz, shuncha ko'p raqobatchiga duch kelasiz. Ular sizning xaridorlaringizni, qobil xizmatchilaringizni va bozordagi hassingizni shuncha ko'p ovlaydi. Biz o'zak, sun'iy aql, elektronlik avtomobil, mablag' silish, pul muomala va energiya sohasidagi 5 cho'ng raqobatchini tizib chiqdik. Bu raqobatchilar intayin mahir va rahimsiz bo'lsa-mu, ammo ularning o'rnini tortib olish uchun xiris qilib turayotgan chil bo'rilarning borligini hargiz nazardan soqit qilmang. Fortune 2025-yillik dunyodagi eng kuchli kishilar deb qaragan kishilarni bu yerda ko'ra olasiz. Sun'iy aql o'zaklari sohasidagi raqobatchilar. Jensen Huang, Nvidia bosh direktori, Amerika. Nvidia shirkatining bosh direktori Jensen Huang o'z shirkatining buncha tez zo'rayib ketishidan faxrlanishi mumkin. Chunki nurg'unlagan shirkatlar u ishlab chiqargan kuchli kompyuter o'zaklariga hojatmand bo'lganlik sababli Nvidia kunimizda dunyodagi eng kuchli shirkatlardan biri bo'lib qoldi. Bu o'zaklar sun'iy aql sistemasini yaratishda va mang'uzishda bo'lmasa bo'lmaydigan holatda. Nvidia o'zi ishlab chiqargan o'zaklarning %90%dan ko'prog'ini sun'iy aql uchun ishlab chiqardi. Bu vajidan Jensen Huang bu sohadagi lider shaxs hisoblanadi. Shundoq bo'lishiga qaramay, Jensen Huang yangi raqobatlarga duch kelmoqda. AMD o'zak sohasida Nvidianing eng kuchli raqibi bo'lish uchun tirkashmoqda. Shuningdek, Grok, Cerebras, Samba Nova qatorliq yangi shirkatlar sun'iy aqlning sur'atini texmi tezlashtirish uchun yangi o'zaklarni bozorga solmoqda. Gerçi bu shirkatlardan hech biri Nvidianing bu sohadagi ustun o'rniga haqiqiy raqib bo'la olmasa-mu, biroq bu ahvol kelgusida o'zgarishi mumkin. Lisa Su, AMD xo'jayini va bosh direktori, Amerika. AMD bosh direktori Lisa Su Jensen Huangning nevara singlisi bo'lib, uning shirkat markazi Jensen Huangning Nvidia shirkatidan bir necha kilometrlar yiroqlikda. Har ikki shirkat Kirimni jilg'isiga joylashgan. AMD sun'iy aql o'zaklariga bo'lgan talabning ortish paytida o'zini bu o'zaklarni ishlab chiqaradigan uyg'un ishlab chiqaruvchi sifatida tanitishga tirishmoqda. AMD shirkati ta'minlash zanjirini ko'p xillashtirish va Nvidianing qattiq kontrol qiladigan saplama va ekosistemasiga bog'lanib qolishni azaytish orzusidagi Microsoft va Meta qatorliq cho'ng shirkatlarning manfaatini kapolatga ega qildi. To'qliq mashina sohasidagi raqobatchilar. Elon Musk, Tesla, SpaceX, XAI qatorliq shirkat va mahsulotlarning xo'jayini, Amerika. Elon Musk Tesla markali to'qliq mashinasini kishilarga sotgan kishi. U o'zining ijtimoiy uchur aloqa sohasiga va siyosatga yaqinlashgan siri Tesla'ning qiymatining tushayotganligini ko'rdi. Tesla'ning 2024-yildagi setish miqdori tunji qitim keyniga chekindi. Shuningdan e'tiboran vaqt o'tgan siri bu chekinish davom qildi. Musk kelgusi taraqqiyot planini Tesla'ning sun'iy aql va kameraga tayinib haydash sistemasiga qaratib, mashina odamlashgan taksi va odamlashgan mashina odamlarni ishlab chiqarishni kuchaytirdi. 6-oyda mashina odam taksisini tanishtirdi. Obzorchilar Tesla shirkatining avtomatik haydash texnologiyasi Waymo va BYD qatorliqlarning xilibak orqasida qoldi deyishdi. Gerçi Tesla dunyoda qiymati eng yuqori avtomobil shirkatlaridan biri bo'lsa-mu, ammo uning bu ustunligini davomli saqlay olishi noaniq. Wang Chuanfu, BYD shirkatining qurg'uvchisi va bosh direktori, Xitoy. BYD to'qliq mashina setish raqobatida hammani keynida tashlab o'tish uchun Tesla bilan do'yini boshlaganda Amerika avtomobil sanoati sohasi bu holga diqqat qilib turdi. BYDning bahosi muvofiq to'qliq mashinalari, tiz to'qqachlash texnologiyasi va haqsiz haydash yordami sistemalari shirkatning xalqaro to'qliq mashina bozorining 20%ni qo'lga keltirishni ro'yobga chiqardi. BYD yana muvofiq bahoni tizginlash uchun temir va fosfat ishlatilgan yangicha batareyasi bilan to'qliq mashina batareyasi ishlab chiqarishda kunimizda dunyoda 2-o'rinda turadi. Sun'iy aql sohasidagi raqobatchilar. Sam Altman, Amerika. OpenAI'ning bosh direktori va qurg'uvchisi, Amerika.
Sam Altman qurgan OpenAI şirketining ChatGPT supsi dunyo miqyosida har haftasi 780 milliondan ko'p kishi tarafidan ishlatiladigan intayin dangliq sun'iy aql suhbat supsi hisoblanadi. Buningdan sirt, bu supni cho'ng korxonalar va davlat organlari qo'llanadi. Bu shirkatning turli texnologiyalik sohalarda kengayish plani uni bu sohaning eng ustun o'rniga elib chiqdi. Bu yil mart oyida OpenAI şirketining bozor qiymati 300 milliard dollar deb baholandi. OpenAI bu yil 10 milliard dollardan ko'proq pul tepish yo'lida tezlik bilan ilgarilamoqda. Mark Zuckerberg, Meta şirketining qurg'uvchisi va bosh direktori, Amerika. Sam Altmanning shiddat bilan yuksalishi uningga nurg'unlagan yangi dushmanlarni tepib berdi. Yillar ilgari Elon Musk bilan arasi buzildi. Yaqinqi mezgilda Zuckerberg bilan arasi buzildi. Google DeepMind eng iqtidorli sun'iy aql modelini barpo qilish uchun OpenAI bilan raqobatlashmoqda. ChatGPT bo'lsa Google'ning internet izlash sohasidagi ustunligiga qattiq xiris qilmoqda. Pul muomala sohasidagi raqobatchilar. Jamie Dimon, Amerika. JP Morgan Chase bankisi 2000-yili New Yorkda qurilgan bo'lib, Amerikaning hatto dunyoning eng chong bankisi hisoblanadi. Jamie Dimon mushu bankining bosh direktori. U Wall Streetning eng chong atamanlaridan biridir. Shundaqla tarixdagi eng chong bankirlardan biri hisoblanadi. Krizis paytida har qaysi pul muomala savdogarlari Dimonning og'ziga qaraydi. U bu bankiga 2024-yili 278 milliard 900 milyon dollar kirim yaratib, 58 milliard 500 milyon dollar sap payda keltirgandan keyin e'tibori texmi oshdi. Mark Rowan, Apollo Global Management şirketining qurg'uvchisi va bosh direktori, Amerika. Mark Rowan bir chog'larda shirkat advokati edi. Yaqinqi yillarda bo'lsa xususiy sarmoya sohasidagi parlaq yulduz sifatida maydonga chiqdi. Rowan 2021-yili boshqalar bilan birlashib qurgan Apollo şirketining bosh direktori bo'ldi. Keyingi 5 yilda sarmoyasini 2 hassa ko'paytib, 2 trillion dollarga yetadigan xususiy qarz sohasiga jasurona strategiyalik o'zgarish elib keldi. 2024-yilning 4-bo'ligida 1 milliard 49 million dollar foydani qo'lga keltirdi. Apollo cho'ng shirkatlarga va organlarga qarz beradigan holatga kelgan siri Rowanning xususiy qarz yuki P. Morgan Chase qatorliq an'anaviy banklar uchun barg'ancha oshadigan qiyinchilik shakllantirmoqda. Energiya sohasidagi raqobatchilar. Darren Woods, ExxonMobil shirkatining bosh direktori, Amerika. Darren Woods 2017-yili ExxonMobil shirkatining bosh direktori bo'lgan. Bu shirkat 2013-yilning o'ttirlariga qadar bozor qiymati jihatda xalqqa ochiq eng buyuk shirkat bo'lgani qarmay 2020-yildagi yuqumli virus davrida bu holatni qo'ldan berib qo'ydi. Doimiy raqibi Chevron bu paytda tunji qitim uning oldiga o'tib ketdi. Lekin Darren Woodsning tirishchanligi natijasida ExxonMobil shirkati qaytadan o'z sohasidagi yulduz sifatida parlab, Permian havzasida neft ishlab chiqarishda lider shirkat oldiga keldi. Uning Guyana qirg'oqlaridagi neft bayqashlari savdo dunyosining hasitini qo'zg'aydigan holatda. Mike Wirtz, Chevron shirkatining bosh direktori, Amerika. Mike Wirtz 1982-yili injener sifatida Chevron shirkatiga ishga kirgan. U 2018-yili bu shirkatning bosh direktori bo'ldi. Bir qancha yildan beri energiya sohasiga mablag' solg'uvchilarning eng arzuli shirkat sifatida xizmat qilgandan keyinki bugungi kunda Chevron yangidan jonlangan Exxon bilan raqobat holatida. Ular neft sohasida emas, litium sohasida raqib hisoblanadi. Yevropaning BP va Shell shirkatlari yeshil energiyani zo'raytirish uchun kuchayotganda, bu ikki Amerika energiya shirkati yiqilg'ularga va tuvan karbonli yiqilg'u tijoratiga diqqatini berdi.